Bakir og'ani omadi yo'q ekan. Bechora mozordan chiqayotib yiqilib yotib qoldi. Omad nima o'zi, doktor? Tunov kuni muhandis Shavkatbek bilan birga choy ichgan edik. Bizning domla orqasidan juda omadli bola ekan. Institutni bitirganiga 2 yil bo'lmasdan uyli joyli bo'ldi, mashina ham oldi dedi. Xo'sh, nima bo'pti? Nima bo'pti? Oradan bir hafta o'tar o'tmas Shavkat yengil mashinasi bilan yuk mashinasini ostiga kirib ketibdi. O'ligini olib kelishdi. Bu safar bizni domla qanday omadsiz bola ekan-a. Endi ishlar yurishib ketayotgan edi-ya, dedi. O'zimcha ishlar yurishmay, mashina ololmaganida mashinada borayotgan joyga avtobusda borib tirik qolgan bo'larmidi deb o'yladim. Nima dedingiz, doktor? Omad nima o'zi? Aqlchi. Taqdirni o'zgartira oladimi ular? Aqlni foydasi yo'q demoqchimisiz? Aql yo'l qoidalariga rioya qilishga yaraydi, doktor. Qizil chiroqda tormozni bos, yashil chiroqda yur. Agar qizilda o'tsang tamom. Bu yog'iga aql nima yordam berar? To'g'risi juda qiziq misol keltirdingiz. Hayot ham shunday, doktor, to'g'rimi? Yaxshi bo'l, yomonlik qilma. Bunday qil, bunday qilma. Aqlni foydasi haqida gapiryapsiz. Ammo egasini halokatdan qutqara olmagan aqlni nima keragi bor?